chiroyli sabr qilish kerak ekan shu. Men aytamanki, mana nima sababdan shar'iy ilm nihoyatda kerakli. Chunki bizda shar'iy ilmimizni to'kis bo'lganligi uchun bizga shu xabar kelganda bizni isyon qilmadik-da. Isyon qilmay, nabrot Allohga shukr qildikki, даже xursand ham bo'ldimki, men voy alhamdulillah. Bitta o'rtog'im ham xuddi mendiki bo'lganda, egizak bolalari qorinda o'lib qolgan. Bittasi o'lgan, xuddi menga o'xshab. Bittasi tirik bo'lgan. Keyin uni suvi ko'p bo'lib, suvini olamiz deshganda, ikkinchisiga ham miyasiga nayza tiqib qo'yib o'ldirib qo'ygan o'shani. Anaqanida, unda ikkalasi o'lik tug'ilgan. Menda bittasi o'lik, bittasi tirik tug'ilganda. Keyin ikkinchisi ham o'lib qolgan 2 kundan keyin. Chunki ular bog'langan bo'lganda, lekin men bilan uyimda ham egizagim bor, ikkita o'g'lim. Ular anaqa o'xshamaydigan egizaklar bir-biriga. Ha, bo'ladi. Ular rossa anaqa nima edi, juda ham bitta tuxumdondan bo'lingan egizaklar ekanda. Ular shunaqa. Mana shunaqa deb aytar ekan Alloh taolo. O'sha o'rtog'imga qattiq havasim kelib ketgan ekan shekilli, kelganda menga birinchi bo'lib bolalarini egizakligini menga aytgani kelganda xursand bo'lib, men sizga havasim kelardi, muxlis opa, ana egizak o'g'illaringiz borligi uchun menda ham egizak ekan degan o'ziga borganda homilaligini ko'rishga. Keyin o'lib